o'yingizda DSP kasalligi bor, ya'ni miya o'suvchanligi orqada qolish kasalligi bor bemorlar, ya'ni ular bizlar 10 yosh, 15 yosh ulg'aysak, ular 1-2 yosh ulg'ayadi miyasi. Bunaqa bemorlar endi Allohning sinovi. Buni hali tibbiyot va tabobatda to'liq davosi topilmagan. Uni tan olish kerak mutlaqo. Lekin qisman yengillatib beradigan va kerakligicha o'sha bemorning holatini yaxshilab beradigan uslub bor. Ya'ni qo'l oyoqlari ishlamay ko'karib qoladi, tez-tez sudurgi berib qoladi. Shunda oddiygina qarang, poliz ikini. Qizil lavlagini sokini qanday yo'l bilan bo'lsa ham olasiz. Meskarovkadan o'tkazam, qirg'ishmi farqi yo'q, chop berma. Olib 50 grammdan 2-3 mal o'sha bemorga ichiring bir oy davomida. Xudo xolasa ko'rasiz. Shunaqa ahvoli yaxshilanadi, lekin to'liq tuzatib ololmaydi. Undan tashqari nevrozingiz bo'lsa, miyangizda ensefalopatiya, keyin nerv tomirlaringiz tugilib, qon tomirlaringizda qon aylanish buzilgan bo'lsa, o'sha oddiygina qizil lavlagini sokini 1-2 oy davomida ichsangiz, miyada qon aylanish sirkulyatsiyasi juda ham zo'r bo'ladi. Qo'limga ahamiyat bermanglar, ko'mirni rangi urib qolgan. Keyin qizim, boshing nima deb bosh og'riqlaringiz yo'qoladi, davleniyalaringiz me'yoriga keladi. Foydalanib ko'ring birodarlar, yo'qotadigan narsangiz yo'q. Biz o'zimiz shu jiyanimda sinab ko'rdik, bizda ham bor bunaqa bemordan. Xullas sog' salomat bo'ling, Allohga omonatsiz xayr. O'zingiz va yaqinlaringizni asrang do'stlar.